Bir iki çigit keldi, o'sha yerga kelgan kunim, solarmen söylesem 42 ekan jastari. Sender la ilahe illallah kalimasini bilasizlar misin? Bilmaymiz deydi. Qozoqning bolasi bilmaymiz deydi. Nega? Ana meşitga barsanglar bo'lmaydimi desam, bizni meşitga yaqinlatmaydi. Meşitga barsang ana vahabistlarga aralashib qolasiz. Sonda bu meşit tozoqning o'rni bo'ldimi? Meşit sonda ana kazinodan da tömün bo'ldimi? Meşit sonda ana pivoxonadan da tömün bo'ldimi bizning meşitlerimiz? Bizga ne bo'ldi? Bizning adamlarimiz, bizning musulmon xalqi meşitga kirishdan qo'rqadi. Nega ana 2-3 shalang oyoq debdi? Ana 2-3 shalang oyoq ana vahabist deb turib, solardan qo'rqib bizning meşitga kirmaydimi sonda? Onda ularga dinni kim öğretedi? Şinimen mert bo'lsang, yuragingda iymon charib turgan bo'lsa, nega solarga borib aytmaysan?